Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar, issiqxona shaydolari. Mana biz bugun Alfa Agro jamoasi Toshkent viloyati Zangiota tumanida bo'lib turibmiz. Bu yerda Alfa Agro jamoasi tomonidan taqdim etilgan Veyron F1 gibridlari ekilgan bo'lib turib, mana natijani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozir aylanib chiqib, hosildorligiga har tomonlama biz ham mutaxassislarimiz ham tan berishmoqda. Juda ham ranglari yorqin yashil rangda, ya'ni o'sha bozor suyadigan rangda. Buni bemalol shu holatda ham va qizartirib sotsa ham bemalol bo'ladi. Bozor bemalol suyadi. Keyin mana shu yerni o'zida bir ko'pchiligida o'rta hisobda 12 ta, 13 ta, 15 tagacha ham hosil sanadik. Juda ham seri hosil. Endi mana shunaqangi natijaga erishish uchun mana shunaqangi seri hosil gibridlarni ekishinglarni tavsiya qilib qolaman. Albatta bu o'rinda tajribali mutaxassislardan maslahat olib yoki o'sha yillar davomida tajriba orttirgan dehqonlarimizdan tajribalaridan o'rganib, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri qo'llash ham o'z ahamiyatiga ega. Shu o'rinda mana shunday natijaga erishmoqchi bo'lgan dehqonlarimiz uchun hozir agronomimiz Saydullo aka o'zlarini o'sha eng muhim maslahatlarini, ya'ni aytish mumkinki, o'sha layfhaklarni sizga e'tiboringizga taqdim etamiz. Assalomu alaykum Saydullo aka. Saloqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Ko'p vaqtlardan beri mana kanalimiz kuzatuvchilari so'rashdi. Saydullo akani maslahatlariga amal qilib, dehqonchiligimizga ancha baraka kirdi deyishdi. Rahmat. Ko'p narsalar o'rgandik deyishdi. Endi mana shu ishlarni yana ham davom ettirish maqsadida mana hozirgi vaqtda dolzarb bo'lib turibdi. Ko'pchilik hozir respublikada bulg'or qalampiri ekkan dehqonlarimiz juda ham ko'p. Shu murojaatlarga asosan qisqacha endi mana shu yozgi muddatlarda bulg'or qalampiri ekish, uni parvarishlash, shu haqda bir qisqacha o'zingizning tajribangiz bilan o'rtoqlashsangiz. Juda ham ma'qul. Jahongir, o'sha kunlari etilib, kimda qanaqa hosil bo'lyapti, nima qilishyapti, qanaqa agrotexnika ishlarini olib borishyapti degan savollar kelib turganida, uzoqlardan ham kunda savol javoblar bo'lib turganida, men aniq ko'rsatadigan fakt bilan ko'rsatish uchun kechigida meni chaqirib, men bu ishlarni qildim, men buni aytganingizni bajardim, to'g'rimi yoki biron bir xatosi bormi deb chaqirib qoluvdilar. Kuni kecha shu yerga keldim. Qarasam, shundoq bir aytilgan narsani o'z joyida, o'z vaqtida bajarib qo'yilganiga hosillarini ko'rdimda, darrov sizlarga murojaat qildim. Keling, shu narsani biz boshqa dehqonlarga ham yoritib beraylik. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shoxlarining orasidagi ichki shoxlarini, bachkalari olingani hisobiga hosili juda ham ko'p. Hozir buni men bir joyimda o'zim ham qarab, e'tibor berib turibman. Yetilgan narsalar vaqtida bajarilgan, keyin ortsa shoxlar yo'qligi uchun hosilni ko'pligini. Jahongir, agar o'zingizdan e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana qolgan sheriklar ham kelib ko'rgandida, shundoq ko'rib hamma qiziqib ketdi. Shoxini shu darajada kamaytirgan bo'lsa ham shunaqa ko'p hosil. Misol uchun hozir taxminan polashga nimamiz yo'q. Pastidan boshlab kotadan tepagacha, uchigacha hosil berib kelyapti. Hosillarning chiroyliligiga e'tibor bering. Shoxi 1, 2, 3, 4 tadan shox qoldirilgan. Gullari hammasi mana ushlab kelyapti-da. Endi atroflarida ham hosil juda ham ko'p. Oddiy variantlardan imkonga qarab. Mana bu shuni qozi qilib, ana gvozdikaga o'xshab chiqarilmaganda, mana o'zimizning eski kapilli shlanka bilan ikkiyoqdan tortib qo'yilgan. O'rmon bo'lib siqilib ham qolmagan, lekin hamma kuchi hosilda. Men shularni ko'rib turib, bir yengillik bo'lsin, o'sha dehqonlarni kimdir adashib, palagini qarang, banda juda ham chiroyli bo'lib turibdi degandan ko'ra, mana shunaqa juda ham chiroyli hosilni bersin. Ya'ni hosili bitta tip ekildi, 4 taga aylandi. 4 tasida mana qancha hosil turibdi. Men shu narsalarni yoritish uchun sizni chaqirdim, baraka toping, labbay deb darrov mana bir kunda yetib keldingiz. Mana shularni o'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Buni o'sha singlimiz o'zlari Xolidaxon shularni bajarganlar. Shu ishlarni hammasini etilgan dorilarni berib, ya'ni o'sha tuttasiga qarshi shu kapalak qurt yeb qo'ymasligi uchun sepib turildi. Oddiy oziqalardan berib turildi. Mana shu natija. Bu ko'chat o'zim tayyorlab berganman. 10-avgustlarda o'zim bilan baravar ekilgan. Bitta partiyada ekan biz. 10-avgust. Mana bugun 10-avgust. Chilla chiqqandan ekan. Ha. Mana shu darajada hosili bor. Atrofini hozir mana meni ko'rsatgandan keyin ayni shularni bajargan ishlarini, yakka-yakka shoxda turganligi, oldima ketilliklarini ko'rsatib bering. Qolgan dehqonlarimiz ham shu mana shu ish nimasini o'rganib ko'rsatib bersin. O'zlari ham o'zlarida shu ishlarni bajarsa, hosildan tiyilmasligi, hosilni juda ham ko'p solishini o'z ko'zlari bilan ko'rib olishadi. Meni maqsadim ham shuni yoritib berish, mana sizga ham shunga chaqirilgan. Endi mana 10-avgust sanasida ekilgan deyapsiz ko'chatlarni. Ha. Mana bugun 1-oktyabr, ro'paraso taxminan 50 kun bo'lgan. Ha.
mana shu 50 kun davomida mana shu dehqonlarimizga aynan shu qiziqdi. 50 kun davomida misol uchun nima ishlar bajarilgan, agrotexnikasi qanaqa bo'lgan, qachon shaklga berishdi, ana o'sha shoxchalar olib tashlash boshlangan, qachon fosforli oziqalar berilgan, necha kunligida taxminan shular haqida ma'lumot bersangiz. Menga rasmini tashlab turardilar. Boshida gulla deganda men ham xursand bo'lganman. Gullaganida o'sha buni ustida kun issiq payti edi, mel sepilgan bo'lgandi ustida. Yorug'likni o'ta kuchli bo'lib kuydirib qolishini oldini olish uchun mel bor edi. Gullaganida o'sha melni soyasini hisobga olib, biza oziqalarni berib turib, bo'rtirak, bo'ramin sepib turildi, gulini to'liq ushlasin deb. Mana o'zingiz natijasini ko'ryapsiz. Keyin oradan birinchi hosillarni berib olgandan keyin ichi zislashib ketadi. Ya'ni bitta shoxidan 3 ta, 4 ta, 5 talab. Shunda men qo'rqmay olib tashlang bu shoxlarni deb aytganman. O'sha narsalarni olib borishdi. Olib borgan sari kuch, misol oldin bittaga kelgan bo'lsa 4 tani bemalol mana. Mayda shuyda hosillar ham juda ham ko'p. Mana shu agrotexnika bajarildi. Qurtga qarshi sepib turildi dorilar. Har nimasini so'rashadi, men yetib turaman, mana shuni qiling deb. Qancha vaqtda o'sha qurtga qarshi dorilar? 10 kun, 12 kunda. 10 kun, 12 kunda. Chunki o'zingiz bilasiz, yoz paytida atrof ochiq bo'lganda kapalaklar tezda mana shu guliga kirib kelib tuxum qo'yishni boshlaydi. O'sha tuxumlarni oldini olib turdik, tuxum qo'yishiga yo'l qo'ymadik. Mana rezultat tiniq, juda ham chiroyli hosil. Endi oziqalaridan boshida monokaliy fosfat fosforga to'ydirib olish uchun o'sha narsani berdirdim. Ya'ni darrov g'ovlab o'sib ketmasin deb. Kuchi menga bergandan keyin, donlab olgandan keyin 320 liklarni berib turdilar. 320 likda azot, fosfor, kaliy. Don semiradi, bo'yga bermaydi. Chunki mana shuncha donni katta bo'lish uchun albatta azot kerak. Shunda NPK ni teng miqdorda berib turildi. Temir moddasi, magniy moddasi. Magniylarni albatta orada, misol uchun shu kaliy sulfat, kaliy nitrat berilayotganda, shunga 2 kiloga 1,5 kilo qilib magniy qo'shib berib turilgan. Magniyni bolgarskiy juda ham yaxshi ko'radi. Ya'ni tuzlarni o'ziga hazm qilib olsa, blesk zo'r bo'ladi. Shu ishlar bajarib turildi. Endi shu o'rinda yodingizda bo'lsa, Saidullo aka, shu arzon oziqa tayyorlash haqida ham video qilgandik. Bundan juda ham ko'p odam foydalanyapti. O'shani ham bemalol bersa bo'ladi hozir bu o'rinda. Bemalol bersa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Bu narsani mana boya o'sha Jog'lannovoyda yurganimizda aytibdi, shu narsa bilan boqib kelyapti. Fosforga to'yindirib qo'yiladi. Endi dehqonlar uchun qulay natija. Juda ham qulay. Juda ham qulay. O'sha oziqaga to'yinsa, hosilni zo'r berishi aniq. Yaxshi, rahmat. Endi Saidullo aka, hozir qarang, men oralab yurib bu narsaga e'tibor berdim-da. Mana shu Veyron F1 bulg'or qalampiri hozir mana etdingiz seriyaylashtirilgandir. Lekin ko'p joylarda bulg'or qalampirlariga o'sha qoziq qoqiladi, sim tortiladi yoki temir o'sha simlardan duga yasaladi. Lekin bu yerda men ahamiyat berdim, o'sha oddiy pomidorga o'xshab ipga tortilgan. Har bitta shoxi bitta tortilgan, to'g'ri? Shox o'sha asosiy shoxlari ilib qo'yilgan va yonidan shu ozginagina shu nima deydi? Eski kapelini shilankasi shuni suyab qo'yilgan. Mana shu holatda ham turibdi bemalol. Ya'ni unaqa ko'p sarf xarajat talab qilmaydigan usullarganda bu. Xuddi shunaqa. Mana shu Veyron F1 gibridini bu xususiyatlardanmi yoki buni agrotexnikani o'zi shunaqa dehqonimiz qo'llaganmilar? Dehqonni o'zi ham bu agrotexnikani qo'lladi. Menda anu sim yo'q, menda temir yo'q deganda, mana shu oddiygina, meni uyimga borishdi, meni uyimda ham xuddi shunaqa tortib qo'yaman. Shunda ko'rildi, menda shuncha eski shilankalar, shuni tortib qo'ying. Ortiqcha rasxod qilmaydi. Shuni tortildi, menda ko'rib kelib qildilar. Mana shu narsa bo'lib turibdi. Ortiqcha xarajat, to'g'ri, kimda imkoniyati bo'lsa qilsa yaxshi. Mana bittasi tortilgan, qolgani mana bunda harqat bir 4 metr, 5 metrda mana bunaqa qilib bir-biriga tortib qo'yilgan. Bo'ldi, ushlab turibdi. Qolgan hamma kuchi hosilga donga berib turibdi. Avvalambor rahmat, mana shu dehqonlarimizga arzon va oson yo'llarni o'rgatasiz. O'sha oziqa tayyorlashda ham, agrotexnikada ham yoki misol uchun mana shu oddiy mana shu bulg'or qalampirini hozir shaklga olishda ham oson, juda ham bir qulay usulda. Ortiqcha sarf xarajat qilinmaydigan, ortiqcha xomashyo talab qilmaydigan usul. O'z imkoniyatidan kelib chiqqan holat. Haqiqatan ham. Endi Saidullo aka, mana shu o'rinda Veyron F1 gibridi haqida ham, mana o'zingiz ham aytgansiz, hozir boshqa joylarda dehqonlarni borib ko'rdik, hammasi mamnun, yaxshi. Mana shu gibrid haqida ham to'liqroq ma'lumot bersangiz, nima tomonlari bilan afzal, sizga nima tomonlari ma'qul bo'lyapti? Juda ham polvon, ko'chatli paytida ham juda ham zo'r keldi. Keyin buni maqsad ertaga sal narxlar ko'tarilganda tosh bosishi uchun, ham vidini juda chiroyliligi, shaklini qarang. Bular hali hosilga kelib agar qizartirmoqchilar, mayli qizartirib, qizarmagan holida ham, kichikroq bo'lib turgan holida ham buni mana bunaqasi sotsa bemalol oladi, chunki bileklari zo'r. Juda ham hosili chiroyli. Bu tomonlari bor.
foydali, yutuqli tomonlar juda ham ko'p. Buni bir necha yil qilib ko'rganimizda dehqonlar ekani juda ham zo'r baraka topishgan. Undan keyin men bu ko'chatini yana ham ko'proq qilishni boshladim. O'sha sovuqqa kirib borganda pishmay qoldi degan narsa bo'lmasligi uchun pishmasa ham mana shunaqa bundan kichkinalari ham sotilib ketadi. Rangi juda chiroyli. Buni dehqonlar sinovidan o'tgani uchun bu yilda menga ko'proq talab bo'ldi, shu ko'proq tayinlab berdim odamlarga. Hozirgi kunda menga juda ham ko'p telefonlar bo'ladi, shuni yoritib aytmoqchiman, ko'rsa o'zlari shunga amin bo'lishadi. Kunduzi o'ta issiq, ya'ni 30 gradus, ya'ni 28-30 gradus, 35 gradus bo'ladi. Kechqurun ertalabga yaqin salqin bo'ladi. Kechasi bilan kunduzining farqi haddan ziyod baland bo'lganiga pomidorlarda aytiladiki, qish paytida 8 gradusda, kechasi bilan kunduzi farqi bo'lsa yoki 12 gradusda. Hozir 15-16 gradusga farq bor kechasi bilan kunduzi. Shunda kimdadir pasini o'zi tugib oladi-da, tepasi umuman kuch bermaydi. Ya'ni u stressda uxlayotgan bo'ladi. Nimaga deydi? Menda pasida tugdi-da, bu yoqda yo'q deydi. Shuning uchun stressga qarshi dori har 12 kun 10 kunda sep turish esdan chiqmasin. Hozir qilayotgan dehqonlar ham. Shunda nima? Kunduzi issiq zo'r, yorug'lik ko'p, kechasi sovuq. Ya'ni ertalabga borganda u kechasi bilan kunduzining farqi katta bo'lib qolganligi uchun ekin uxlab qoladi. Damini olib yotadi, gulini tashlab yuboradi. Ana o'sha tashlamasligi uchun stressi dorilardan sep turish eslaridan chiqmasin. Bu juda ularga foyda beradi. Keyin orasida zichlashib ketsa, voy men bu zo'r bo'lib turibdi, palayni ko'rmasin-da, qo'rqmasdan ichini sindirib tashlayversin, mana shunaqa siyray qilib. Shunda siyralayotganda kuchi bunga yeturadi, undan o'tib bunga kelaveradi oldima ketin. Fosforli oziqani ko'proq berib tursin. Chunki sovuqqa kirib borgan sari fosforni eritib olish qiyinroq bo'ladi. Ya'ni osonroq eritib olish uchun ularda o'sha oson hazm bo'ladigan, agar nobodda sezib qolsa, o'sha xilat tipadagi fosforli oziqalarni ustidan bir har zamonda sep turish esdan chiqmasin. 10 kun 15 kunda bir. Shunda ani qizarib qolishlar, palasa bo'lib to'chka sepkil, ani baqlajon rang bo'lib qizarib qolishlar bo'lmaydi. Bo'ldi, qolgani oddiygina o'zimiz dehqonlar boplab tashlashadi qolgan ishni. O'sha stressga e'tibor berishsin, boquviga. Rahmat Har bitta oziqa, har bitta suvda oziqa berishmasin. 12 kunda bir marta. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa qilingan. Bitta beradi, qolgani suv berib turiladi. Mana hosil zo'r bo'lib beradi. Rahmat Saidullo aka, hozir arzimaydi. Endi mana shu mana ko'zim bilan ko'rib turibman, hozir mana Veyron F1 gibridini, serhosilligini. Serhosil juda ham. Dehqonlarimizga, kanalimiz kuzatuvchilariga ham namoyish qilyapmiz. Serhosilligi haqida qisqacha gapirsangiz va bu yerda albatta bu dehqonimizni mana shu yuqorida aytib o'tganingizdek berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarilganligi natijasi bo'lib turibdi-da. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchimanki, har qanaqangi agrotexnikani to'g'ri va o'z vaqtida bajarilsa, albatta yaxshi natijaga erishiladi. Mana shu Veyron F1, lekin men serhosilligiga alohida urg'u bermoqchiman-da. Bunaqa serhosil gibridni hali amaliyotda deyarli uchratmadik hisobda. Mana shu hosillarni serhosilligi haqida nima fikringiz o'zingiz? Men o'zingizda ham ekilgan, o'zingizda ham xuddi shunaqa hosil o'zimda ham xuddi shu holat. Men atilab o'zimdagini mana deb o'ylashlari mumkin. Bu odam yaxshi bilgani uchun zo'r bo'lardi. Mana sizni bo'tga boshlab keldimi? Rahmat. Qisqagina har zamonda bir 2 minutlik, 1 minutlik, 3 minutlik savol men javobini beraman. Mana natija. Endi bu narsani hozirgi kunda ham juda ham ko'p viloyatlardan telefonlar bo'ladi. Mana sizlarga hozir bekorga yetmadim, stress holatidan chiqaringlar, yorug'lik kampaytda bo'r berib turinglar. Bo'ramin bo'rtirak. O'sha yorug'likni kamchiligini oldi olib turilsa, bo'ldi hosilni beradi. Lekin bu juda ham baquvvat, chiroyli, dehqonbob. Ya'ni asosiysi gulni ushlatib qolish ham muhim ekan-da, to'g'rimi? Buni 2-3 yil oldin o'sha og'aynimnikida sinov qilinayotganda, o'sha qo'yludagi o'sha olib Bolgarskiy bilan shug'ullanadigan odamlar juda ham zo'r nam ekan, chiroyli ekan deb aytishgan. Mana hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar. Bugungi kunda sekin-sekin savdoga zo'r kirib ketyapti. Endi Saidullo aka, shu o'rinda hozir mana tomchilatib sug'orish sistemasi o'rnatilgan ekan. Shu namliga qanaqa e'tibor berish kerak? Keyin bu yerda men yer tayyorlashga ahamiyat berdim. Oddiy nima desa bo'ladi? Tekis pol hisobida ekilgan ekanda. Ha. Kun issig'ida, issiq paytda ko'tarilsa, tez-tez suv ichishga to'g'ri keladi. Suv qochadi tez. Tekis holda ekilsa, yer qizib qolmaydi. Shunga qanaqa ekadiganlarda ortiqcha qiynalib o'tirmang, tekisga ko'ring siz. Sovuq tushgunicha bir qizartiribmi, bir anaqa qilib barakasini bersin, sotib olasiz. Yoqilg'i yoqmaysiz. Bu yoqilg'i yoqmasdan qilinishi uchun mo'ljallab aytdim. Mana hozir misol uchun endi taxmin qilishda o'zingiz chamalasangiz ham ancha-muncha hosili bor. O'zini oqlaydi. Mana bir 10-15 kunda borani bir oydan keyin sotib yuborsizlar, bularni ana urinib, qiynalib qilgan narsalardan
yaxshigina daromad qoladi. Bu yerda yaxshigina vazn ko'rib turibman shu paykalda. To'g'ri. 1 kilo 1,5 kilo orasida deb o'tdi. Alloh baraka bersin. Mana shuning uchun men sizni uyimda emasda shu yerda bir ko'ring, mana shunaqa joyda ham. Anitani Jog'lon ukamiz bor, unikida ham xuddi shu ahvol. Mana ko'ringlar bemalol deb. Lekin sizda ahamiyat berdim, sizda ko'tarib kelgan, lekin sizda isitish sistemasi bor. Bor. Ben onu uxlab turib bir ko'rsatmoqchiman. Xudo xolisa nasib qilsa, keyingi nimalarda namoyish ko'rasiz. Shu qizarganlarida kelib ko'rasiz shu narsani. Men hozir boshqalarda ham mana shu narsa bo'layotganligini ko'rsatish uchun sizni shu yerga boshlab olib keldim. Namlikni qanaqa darajada ushlab tursin dehqonlarimiz? Havoni nisbiy namligi, tuproqning nisbiy namligi 75 dan ko'tarilib ketmasin. Mana bir xil aytadi, yopib qo'ysak chaka bo'lib ketyapti. Aslo unga yo'l qo'yishmasin. Agar u chaka bo'lib ketdi degani, iliq issiq nam bo'lsa, darrov baylariga kasal tushadi. Endi o'sha kasallik oldini olib turish uchun bu sinimizga men aytganman, har 7 kunda, 10 kunda uzog'i bilan namlanganda ustiga ana fungisidlar bilan abrobot qilib turish, ishlov berib turish. Zamburug'ga qarshi. Zamburug'ga qarshi. Zanga qarshi muskoporasi oddiygina nima, kurzatlar yoki o'sha boshqa peronosporoz, fitofitorozlarga kvadrik septurin dedim, bo'ldi, boshqa ish qilmayman. Chunki u unchidurinni ham boshqasini ham ola oladi, bitta dori bilan 4-5 xil kasallik oldini olib qo'yadi. Mana ko'rib turibsiz, baylari sop turibdi. Tushunarli. Rahmat. Endi dehqonlarimizga mana shu Veyron F1 gibridini qanaqa tavsiya qilasizmi? O'zingiz ko'chatidan boshlab ko'rdingiz hosiliga. Yildan-yil ko'payib boryapti. Men qilganimda talash bo'lib ketdi. Xudo xolasa yana qilamiz. Baraka topsin. Men ularga 10 son variantini oloq yoqmasdan turib hosilni olib, saqlab borib turib, sal bo'lsa ham o'zini qoniqtiradigan narxga kelganda sotib yuborsa, baraka topaveradi. Men shuni o'rgatib boryapman, yetib boryapman. Bilmaganlarimni biladiganlardan o'rganyapman. Men bilan juda ko'p telefonlashib, o'zlarining fikrlarini bildirib turishadi. Mazza qilaman. O'sha narsalarni ham men odamlarga yetkazib berib turibman. Rahmat. Bu bilimli odamlar juda ham ko'p hozir. O'shalar yetib turishadi. Men shuni bajarishi siz orqali ko'pchilikka ommaga yetkazib beryapmiz biza. Rahmat Saidullo aka, maslahatlaringiz uchun. Hali bu Veyron F1 haqida davomli videolar qilamiz. Albatta bu boshlanishi. Xudo xolasa boshqa ko'rgan dehqonlarimizga ham albatta kiramiz, albatta video qilamiz. O'zingiz joyingizda ham albatta video qilamiz. Hozir shunchalik ma'lumotlar berdingiz, avvalambor rahmat sizga. Bundan buyog'i endi shu videolarni talab bo'lyapti-da, endi kanalimiz kuzatuvchilar tomonidan talab bo'lyapti, orasi uzoq bo'lib qolmasin, tezda chiqarib turaylik deyapti. Buyog'iga endi bo'shashmasdan tezda chiqarib turamiz, xudo xolasa. Kimgadir ozgina foydali maslahat bergan bo'lsak, albatta baraka topsin, foydalansin, ko'rsin. Qo'ng'iroqlar qilib tursa, mana hali yana bir maslahatlashamiz. O'sha muammolarni yetib turishsa, tushunmagan joyi bo'lsa, yoritib beraveramiz. Hammaga baraka tilayman. Mana shunaqa ko'p hosil bersin. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat sizlarga.